数学小分队。 Kütüphanedeki kekirdiğen məxluq. Bu bir toxu beyli galit məxluq bilen 3 kichik galit məxluqның hikayesi. 3. Bana okşaş. Nəhayət uzaq zamanlar ilgiri bir kichik məxluq var olub, onun ismi... Bir küçük məxluq var bulup, onun ismi wow. Bu isim ben Halit iken. Çırqırak ekran daim qoğunu qorqutib yetadi. Çiqraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika atirtish shart paydo bo'ladi. Ha, Shushin g'alati maxluq xonim ekan. Moslaviyadagi kutubxona boshqaruvchisi. Yaxshimisiz Shushin g'alati maxluq xonim? Boşroq gap qilinglar. Bu degan kutubxona. Oy, kechiring Shushin g'alati maxluq xonim. Shushin g'alati maxluq xonimning kutubxonasi mangu jimjit. Albatta, biroq bugun jimjit bo'lmaydigandek turadi. O, qandaq narsa? Ovoz nimadaq yuqori? Kekirdigan g'alati maxluq. Kekirdigan g'alati maxluq doim kekirdi. Shundaq, uning ustiga men azaldan bundaq yuqori kekirik ovozni anglab boqmagan. O'tinib qalay, u hozir bir kitobni izlayotdi, biroq qaysi kitobni izlayotganligini bilmadim. Chunki uning gap qilish usuli bo'z kekirish. Sizga qandaq yordam qilamiz? Sizlar u kekirgan g'alati maxluqning zotini nima kitob izlayotganligini bilsanglar bo'ladi. U kitobni deb vosaqlab kutubxonadan ayriladi. Shuning bilan kekirik ovozim yo'qoladi. Shushin g'alati maxluq xonim, asirmang. G'alati maxluq matematika atatikdan asib yo'lga chiqdi. Tinchlaninglar. Biz kekirdigan g'alati maxluqning zotini nima kitob izlayotganligini oydinlashtirib olaylik. Men ishonamanki, biz shu g'alati maxluq matematikasini foydalanib hal qila olamiz. To'g'ri, g'alati maxluq matematikasi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta shundaqda, chunki g'alati maxluq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Hey, g'alati maxluq matematika atirtiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar? Talant egilari, avval biz matematika maxfiy askartmi so'zga muhtoj. U bizning vazifani o'rnashimizga yordam beradi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartmi so'zi bo'lsa, son 0. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Son 0. Hozir emas-ku bu. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rgan andin degin. Ma'qul. Mangayli g'alati maxluq matematika atirti. Kekirdigan g'alati maxluqqa kitob izlash beraylik. Yaxshimisiz Shushin? Kechiring Shushin g'alati maxluq xonim. Tangriga shukr eslar, oxir keldinglar. Bu kekirdigan g'alati maxluq nima kitob izlayotganligini men faqat bilmadim. Siz zaten nima kitob izlayapsiz? Gap qilganning foydasi yo'q. Kekirdigan maxluq kekirishini biladi. Hech bo'lmaganda biz uning nima kitob izlayotganligini bilishimiz kerak. Kutubxonada buncha kitoblar bor tursa, biz qanday qilsak u kitobni topa olamiz. Raqamli maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini ishlatishimiz kerakligini bildirdi. Sazfer, tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. 3 sanayman. 1, 2, 3. Sazfer. Qaranglar, biz muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. Ehtimol u bizga yordam beradi. Pochtkash g'alati maxluq 1-nomerli g'alati maxluqqa xat avatdi. Pochtkash g'alati maxluq 2-nomerli g'alati maxluqqa xat avatdi. Pochtkash g'alati maxluq 3-nomerli g'alati maxluqqa posilka avatdi. Bek yaxshi bo'ldi. Biz sonlarni uyga qo'ysak bo'ladigan bo'ldi. Yaxshi. Har bir uyda son bo'lsa, biz o'ng'ayli g'alati maxluqning uyini topa oladiganmiz-da, ha? To'g'ri, son 0 sizlarga nurg'un narsalarni tepish qulaylik yaratib beradi. Masalan, kutubxonadagi kitob, amaliyotda kutubxonadagi hamma kitoblarga son bilan belgi qo'yib qo'yilgan. G'alati maxluq matematikasi haqiqatan sehrlik, chunki son 0 bo'lsa matematikaning asosi. Biz birlikda g'alati maxluq matematika foydalanaylik. Tinchlaninglar. Shushin g'alati maxluq xonim, siz bizga kutubxonadagi sonlarning ishlatish usulini aytib bersangiz bo'lamdi. Biz unga lozimli kitoblarni tepib beraylik. Albatta bo'ladi, Lili. Kutubxona jami 3 qavat. U
o'xshamagan turdagi kitoblar o'xshamagan qavatlarga qo'yilgan. Ha? Bu birinchi qavat. Birinchi qavatda qo'rqinchli kitoblar tizilgan. Ikkinchi qavatga bo'lsa hikoya kitoblar tizilgan. Uchinchi qavatga bo'lsa qiziqarli, yumorliq va kekirishga oid kitoblar tizilgan. Biroq biz hech bo'lmaganda kekirdigan maxluqning qaysi turdagi kitob lozimligini, qaysi qavatga chiqib izlak bo'lganligini bildik. Kekirdigan g'alati maxluq qaysi qavatda qanday kitob borligini biladi ekan. Ehtimol u kekirish usuli bilan kitobning qaysi qavatda ekanligini deb berish mumkin. Bu yaxshi amal ekan, Makiz. Kekirdigan g'alati maxluq. Kekirish usulingiz bo'yicha kitobingizning qaysi qavatda ekanligini deb beralamsiz. Matematika atletiki do'stlar, sizlar bizga uning qanchani kekirganligini sanab beralamsizlar. 1 2 3 Demak, kekirdigan g'alati maxluqning kitobi 3-qavatda ekan. Shundaqmi? 3-qavatga qiziqarli, yumorliq va kekirishga oid kitoblar tizilgan. Biz palampay bilan 3-qavatga chiqaylik. Mayli do'stlar. Mana 3-qavatga mi chiqdik? Vah, tez qaranglar o kitoblarga. Biroq o kekirdigan maxluq zodi qaysi kitobni olmoqchidir? Uytunib qalay. Tezroq bo'linglar, uni kekirik ovoz bag'asini yo'qlab ketyotidi. Shu g'alati maxluq xonim, siz bu 3-qavatga kitoblarni qiziqarli, yumorliq va kekirishga oid kitoblar degandingiz. To'g'ri dedingiz, Lili. Birinchi kitobchasiga bo'lsa qiziqarli kitoblar, ikkinchi kitobchasiga bo'lsa yumorliq kitoblar, uchinchi kitobchasiga bo'lsa kekirishga oid kitoblar. Bildin? Kekirdigan g'alati maxluq. Siz bizga kitobning qaysi kitobchasi ekanligini deb beralamsiz, kichik do'stlar? Bizga sanab beralamsizlar. 1 2 3 Demek kekirdigan g'alati maxluqning kitobi 3-kitobchasi ekan. Ha, kekirishga munosabatli kitob jazisi ekan. Bo'ladi. Biz o kitob jazisini topaylik. Meni boraman. Billa sanayli. Birinchi kitobchasi. Salsifir haqiqatan qiziqarli ekan. Ikkinchi kitob jazisi. Go'vo, menimcha shundaq. Oh, Vah, menga tegmidi. voy beshim. Chatoq bo'ldi. Qancha kitobchasi sandig'ini unutib qoldi. Biz yana bir qatim sinab boqaylik. Voy do'stlar, kitobchasini sanashning hojati yo'q. Sanlar kitobchasi tumandu. Ko'rdinglarmi? Voy, bek jabaliq ekan. Sonlar bizga narsalarning o'rnini bilishimizga yordam berdi ekan. Xayrat qilinglar do'stlar, biz birlikda 3-kitobchasini topaylik. 1 2 3 Topdik. Kekirishga munosabatli kitoblarni topdik. Kekirdigan g'alati maxluq, siz hozir o'zingizga kerakli kitoblarni topalayotgan bo'ldingiz. Nima degan yuqori kekirik ovozi bu? Tinishinglar. Bu sonlarga nima bo'ldi? Kekirdigan g'alati maxluqning kekirik ovozi hamsi qulaymagan bo'lib ketdi. Hozir bu sonlarning hammasi qalayimqon bo'lib ketdi. Endi qaysi kitob jazisi ekanligini qanday bilamiz? Men nima ovoz angladim? Sizlar raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Ko'rdik. Ha. Bu bizga yana bir qatim matematika maxfiy eskartma so'zini ishlatishimiz kerakligini bildirdi. Salsifir, men 3 sanayman. 1 2 3 Salsifir. Qaranglar, g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. Bir ko'k rangli cho'ng maxluq eg'ir qadamlar bilan yo'l mengib yerni to'xtamay titirtiryapti. Yerning titirishi cho'ng bir ovozchilik olib keldi. Eshik nomerlari ta'tir bo'lib qoldi. U maxluq 3-nomerlik uyni izlamoqchi edi. Bu uy qayerdadir? Yana bir qatam yerga ching dasidi. Aslida bu yerda emasmi? 3-nomerlik uy. Yaxshimisiz? Vau, beqaltis bo'ldi. Biz hozir sonlar ta'tir bo'lib qolsa-mu, yana shu son bo'lganligini bilib oldik. Bu sonlarning qaysi sonlar ekanligini oydinlashtirib olishimiz kerak. Ondan izlamoqchi bo'lgan kitobni topa olamiz. Ha, bu qaysan? 1 2 3 Sizningcha u qaysisan? 1 2 yoki 3 qaysisiga o'xshaydi ekan? 1 Yaxshi qildingiz. Aslida bu sonlar o'lib ketgan emasmi? Biroq yanala o'xshashli sonki. Ondan bu sondan biz izlaydigan son emasligini bilib oldik. To'g'ri dedim, Makiz. Biz 3 degan sonni yana kekirishga oid kitobni topishimiz kerak. Amisa bu sonchi? Bizga bu sonning qaysi son ekanligini deb beralamsiz. Sizningcha bu 2 yoki 3 qaysi son? To'g'ri, bu son 2. Beqaltis bo'ldi. Ha, biz g'alib qilaylik deb qoldik. Biz 1 va 2 sonni bilib oldik. Men keyingi sondan qaysi son ekanligini bilib oldim. Sizchi? Yaxshi,
O işligensen, xuddi manga o'xshash. Bu cho'qim 3-chi kitobchasi. Biz birlikda qarab boqaylik. To'g'ri. Bu 3-chi kitobchasi ekan. Kekirishga oid kitoblar. Sizning almoqchi bo'lgan kitobingiz cho'qim shu yerda. Kekirgan g'alati maxluq. Menimcha o kitobni topdi. O kitobning ismi nima ekan? Qanday qilganda texmi yuqori kekir kaboz chiqarg'ili bo'ladi. Tinchlaninglar. Bo'ladi. Kekirgan g'alati maxluqmi og'ir ketdi. To'g'ri, endi kekirik ovozi kelmaydigan bo'ldi. Kechiringlar. Biz oxiri kekirgan maxluqqa kitobini tepib berdik. Biz son sıfırlarni o'rgandik. Shunga g'alaba qila oldik. Yaxshi qildinglar matematika atritidikilar. Emis biz maxluqlarni usuli orqali olqish yangirtaylik. Emis 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilan Tinchlikni saqlanglar.